Alo. Aleykümselam. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Otajon, tuzimisiz, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Uzr, bezovta qilib qo'ymadimmi? Qodirov Boburjon otaning nomerlarini adashmadimmi? Qodirov Boburjon, Valijon o'g'li. Albatta to'g'ri tushibman otajon. Shukronalik kunlar muborak bo'lsin. 60 yoshingiz muborak bo'lsin otajon. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin e'tibor uchun. Rahmat. Ayni damlarda sizga yaqinlarimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Boshlovchi Husnidaxon Sultonova bo'laman. Rahmat. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin otajon. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday shukronalik unutilmas onlaringizda sizni bir xursand qilay deb bizga kim murojaat etgan deb o'ylaysiz otajon? Taxmin qilib ko'rasizmi? Xudo xolasa mana shu asal qizlarim bor, devorlarim bor. Bir-birini chiroyli, eski qizlarim bor. Ashlar bo'ladi-da. Albatta juda baxtli inson ekansiz otajon. 4 nafar jannatiy qizlaringiz bor ekan. Jannatiy inson ekansiz otajon. Tabriklayman avvalambor. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Ulardan tashqari yana mehribonlaringiz onasida eng sizni juda ham yaxshi ko'radigan bir inson bor ekan. Kim deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'rasizmi nabiralaringiz orasida? Nabiralarning orasida? Albatta. Hammasida bir-biridan o'tgan endi, Xudoga shukr endi. Endi kaslar axloqimiz o'tgan, nabiralarim, nabiralarim. Bittasi endi. Albatta, danagidan mag'zi shirin deganlaridek, sizni juda ham yaxshi ko'radigan nabiralaringiz ichida eng sizni juda yaxshi ko'ruvchi, albatta ikkinchi qizingiz Feruzaxon qizingizni, albatta qizlaringiz orasida ham eng mehribon, sizni yaxshi ko'radigan, siz tarafga hadeb intilaveradigan qizingizni o'g'li sizni Yo'qsa bu biyda yo'qsa Ibrohimjon. Albatta Ibrohimjon bizga murojaat etganlar. Rahmat. Xursandmisiz otajon? Albatta. Rahmat sizlarga. Rahmat. Tug'ilgan kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Onajonimiz bilan baxtli, saodatli umr kechiring otajon. Rahmat, qilib. Rahmat, inshaalloh rahmat. Endi mana shunday mehribon nabirangizni sizga atalgan tabriknomalari bor ekan, ijozatingiz bilan o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum mehribon, qadrligim, sofdir, jannatlarga teng, yuzlari nurli, davlat panohim, bobojonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim, Allohim umrlaringizni ziyoda qilgan bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga, onajonlarimiz baxtiga, mehribon buvijonim baxtiga, biz nabiralaringiz baxtiga hamisha sog'-omon bo'ling. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Negaki siz va buvijonim bizga juda mehribonsizlar. Borganimizda hamisha quchoq ochib kutishdi. Qaynoqqina mehringiz taftini sog'inib yoningizga talpinaveramiz. Sizlarni sog'inaveramiz. Sizga ushbu kunda barcha niyatlaringiz ijobati bilan berishini yaratgan egamdan so'rab qolaman. G'am ko'rmang, dard ko'rmang, el yurt oldida, yor va birodarlaringiz oldida hamisha qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. Onajonimni, xolajonlarimni, mehribon padari buyukvori, men ham inshaalloh ulg'ayganimda xuddi sizdek buyuk, zabardast, ahli solih, oilaparvar, mehribon inson bo'laman. Bobojon, sizni juda yaxshi ko'raman. Ilohim duolaringizni olib, baxtli, saodatli, albatta sizni tarbiyangiz, nasihatlaringiz kuchi bilan doim sizni oqlab yuraman. Inshaalloh ulg'ayganimda sizni haj umra safarlarida
bu jonim bilan yelkamda opichlab yurishlik orzuyim, niyatim bobojonim. Yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat, Allah razı olsun. Ko'nglimda yashar bahor, boladekman beg'ubor, tashvish g'amim yo'q zinhor, mening bobom yonimda. Davlatliman, taxtliman, shiddatliman, shaxtliman, men hammadan baxtliman, mening bobom yonimda. Savlat to'kib yuruvchi, uy to'rida turuvchi, meni bolam deguvchi, mening bobom yonimda. O'zidir podshohligim, duosi panohligim, quvonchliman, shodligim, mening bobom yonimda. Yagona do'stim o'zi, nasihat har bir so'zi, menga yo'l bosgan izi, mening bobom yonimda. Baland tog' qiblagohim, men uchun sulton shohim, shukr senga Allohim, mening bobom yonimda, deb mana shunday chiroyli satrlarni ham Ibrohimjon nabirangizdan qabul qilib olasiz otajon. Alo. Alo. Alo, eshityapman. Xursandmisiz otajon? Mana shunday mehribon nabirangiz bor ekan. Yanimda turibdi. Hozir jo'natib olaman rasmga olib. Shu jumladan tavallud ayyomingiz bilan onajonimiz Naziraxon opa, qizlaringiz, jannatlaringiz Nilfarxon opa, Feruzaxon, Nozimaxon, o'g'iloy, nabiralaringiz Asliddin, Halimaqiz, Mubinaxon, Muhammadrizo, Amirxon, Hadichaxon, Soliha, Muhammadamin, Ibrohimjonlar tabriklab qolganlar otajon. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat. Endi mana shunday unutilmas quvonchli kuningizda bir nabiralaringizni, mehribon qizlaringizni, siz ham ularga aytadigan gaplaringiz, dilizxorlaringiz bo'lsa, bemalol duolaringiz bilan biz orqali yo'llab olishingiz mumkin. Rahmat, hamma sog' salomat bo'lsin. Yoshlarimiz sog'lik soliha bo'lib olgin. Hamma qizlarimiz turmush o'rtoqlarimiz tinch sog' salomat bo'lib, hidoyatli, taqvodor, saxiy boylardan ehsonli bo'lsin. Hammamiz birgalikda haj safarlariga borishlar nasib qilsin. Amin. Ilohim duolaringiz ijobati bilan bo'lsin otajon. Tug'ilgan kunlarni yana bir bora yaxshi o'tkazib olinglar. Rahmat. Jiloringlar bilan ashar va Sidina bilan. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Xo'p. So'zim boshim bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh, bobom hoji qilaman, buvim hoji qilaman. Borligimga sababim, mehr ko'nglim tarafim, farzand qarzim sarafim, bobom hoji qilaman, buvim hoji qilaman. Jannat buvim poyda, bobomning duoida, menga eng ulug' foyda, bobom hoji qilaman,
ishim shu, bobom